Hech o'zingizni jannatda tasavvur qilib ko'rganmisiz? Keling, jannatdagi eng past darajadagi, eng past maqomdagi kishi haqida eshitamiz. Imom Muslimdan Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Bu hadis uzun hadis, men qisqa ma'nosini aytib beraman. Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taolodan jannatdagi eng past maqomdagi kishi haqida so'raydilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, jannatdagi eng past maqomdagi kishiga dunyo podshohlarini mulkini 50 baravari beriladi. Jannatda yuqori darajasidagi kishilarcha, ularga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonlarning xayoliga ham kelmaydigan ne'matlar bo'ladi. Siz hozir qaysi ne'matni xayolingizdan o'tkazasiz? Ishoning, undan ancha afzali va ulug'i buyugi bo'ladi. Chunki jannat ahli uchun ne'matlarni Alloh tayyorlagan. Rahmonning karomat diyori jannat. Jannatda g'am, huzun, kasallik, o'lim bo'lmaydi. Ko'nglingiz nimani tusasa jannatda bo'ladi. Uni g'ishlari biri tillodan, biri kumushdan. Bu Allohning jannati. Agar bu jannatni sifatlasak, bizga oylar ham, yillar ham yetmaydi.